Kamerani yoqdingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima ish qilasiz? Mashinalar bilan shug'ullanaman. Oyiga daromadingiz qancha? O'zimga yetarli. Oxirgi marta qachon yaxshilik qiluvdingiz? Kimga? Ota-onangizga, yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga. Ota-onamga deyarli har kuni yaxshilik qilaman. Oilamga ham xuddi shu. Ko'chadagi begona insonlargacha. Begona insonlarga islomiyman. Har qanaqasi bo'lishi mumkin. Qachon oxirgi marta ehson qilgansiz, yordam bergansiz? Xayriyalarda endi hamisha ehson qilib kelamiz. Lekin kimgadir yaxshilik qilganimni eslolmayman. Yo'q, endi yaxshilik qilishligi mumkin. Uzr, singlim yaxshilik qilishi mumkin. Sabab nima deganingizni biz bilmaymiz. Kimga yaxshilik qilayotganimiz. Hozir sizga ham yaxshilik qilyapmiz, intervyu berib, tushunasizmi? Savolingizni beravering. Hozir sizda bitta iltimosim bor edi. Savobga qo'l urasiz. Men Qashqadaryodan kelganman. Ertaga adamlarning tug'ilgan kunlari. O'shanga agar imkoningiz bo'ladigan bo'lsa, kartaga pul tashib bersangiz bo'ladi. Ili naqd pulingiz bo'lsa, yordam bera olasizmi sovg'aga? Yordam bera olaman, kartamda bor. Bo'ldi, kartamga 400 ming tashib bera olasizmi? Hozir. Karta raqamingizni ayting. 8600. Lekin 200 ming bor ekan. Mayli, bo'laveradi. 8600 4517 1996 8211. Nima bo'ldi? Men tushunmadim. Gadochining yangi yo'liga o'tdinglarmi? Yo'q, siz noto'g'ri tushunmayapsiz. Noto'g'ri tushundingiz, to'xtang. Noto'g'ri tushundingiz. Bu yo'l bizada xuddi shunaqa bo'lgan, o'zimizda iminni o'shanga ehtiyot bo'lamiz, mashinniklar ko'payib ketgan. Iminni kameradan qo'rqitib, pulni undirayotgan odamlar ko'p. Rahmat, sog' bo'linglar.